Yashirincha turmushga chiqqan oilaning kenja farzandi Sitora Alimjonova haqida 3 ta fakt. Sitora Alimjonova 1992-yilning 1-dekabr kuni Farg'ona viloyatida tavallud topgan. U Yo'qotilgan jannat, Kuyovmisan kuyov, Hech kim bilmasin kabi kinofilmlardagi rollari bilan keng ommaga tanilgan. Aktrisaning bugungi kunda bir o'g'il farzandi bor. Ismi Muhammad Amin. Uning yashirin to'yi ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgandi. Aktrisaning to'yi 2017-yilning avgust oyida Tailandning Phuket orolida bo'lib o'tgan. To'yda aktrisaning 3-4 ta eng yaqin do'stlari ishtirok etgan. Aktrisa kuyov ko'rinmagan suratlarinigina ommaga namoyish etgan. Opalarimning biri Koreyaga, boshqasi esa Farg'onaga turmushga chiqqan. Otam ham oila qurdi. Akam esa o'z-o'zi bilan band. Uning foydasi ham, zarari ham tegmaydi. Onam o'lganidan keyin yolg'izlanib qolganman. Shunda Koreyaga turmushga chiqqan opam meni oldiga chaqirtirib olgan. Bir muddat u yerda yashaganman, til o'rganganman, deydi aktrisa intervyularidan birida. Aktrisaning muxlislari videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga borib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan eng sara mashhurlar hali oldinda.